Diqqat, tezkor muhim xabar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan taniqli aktyor Erkin Komilov haqida noxush xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov ijoddan baxtini topgan, ammo shaxsiy hayotda ko'plab qiyinchiliklarga uchragan. Bugungi kunga kelib uni ham o'zbek kinosining tirik afsonalaridan biri deyish mumkin. Boisi u ko'plab ustoz san'atkorlar bilan bir sahnada ijod qilgan. Hatto Shukur Burhonovning nazariga tushib shogird bo'lish baxti ham unga nasib etgan. Erkin Komilov 1946-yil Andijon viloyatining Xo'jaobod tumanida dunyoga kelgan. Kufa qishlog'i O'shga yaqin, Andijon markazidan esa 30 kilometr uzoqlikda joylashgan. Otasi Komil qori o'z davrining ilmli insonlaridan biri bo'lgan. Urushdan keyin qiyinchilik yillarida dunyoga kelganman. U yillari tibbiyot ham hamin qadar bo'lgan. Otamning aytishicha, men oilaning 19-farzandi bo'lganman va mendan avvalgi barcha opa-ukalarim kasallik sabab vafot etgan. U paytlarda suvchechak va qizamiq bilan ham bolalar nobud bo'lardi. Men tug'ilgach odamlar dadamga Xudoy berdi deb ism qo'yishni maslahat berishgan, ammo otam o'g'lim Erkin tug'ildi, ming shukur, ismini ham Erkinjon deb qo'ysam degan ekan. Mendan keyin yana 3 farzand dunyoga kelgan, deydi Erkin Komilov. Ijodkor bolalik yillaridagi qiyinchiliklar va otasi berkitib kitob o'qiganini ko'rgani haqida so'zlab berdi. U paytlarda rostamana maktab qayoqda deysiz? Sharoiti bor kishining uyidagi bo'sh xonalarda sinfxona sifatida foydalanardik. Singlim ikkalamiz bitta siyohdon bilan bitta ruchkani o'rtada ishlatganmiz. Bois har kuni uni maktabdan qaytishini intiqlik bilan kutib o'tirardim. Yoz paytlari o'qishimiz uncha mushkullik tug'dirmasda, biz bolalarga qishda juda qiyin edi. Sovqotib qolmaslik uchun maktabga qalin paxtali shim, hamma yog'i yamoqdan iborat eski paltolar kiyib, ba'zan shunda ham sovuqdan oyoq qo'llarimiz uvishib qolardi. Har zamonda bir ko'mir solib qo'yiladigan pechga shu darajada tutab ketardiki, hammamizning ko'zimiz achishib yo'tal tutar edi. Otam rahmatli nihoyatda ilmli inson bo'lgan. Qur'onni Karimni arab tilida ham qiroat bilan o'qir edi. 5-6 yoshimda yerdagi kigizni ochib, kitoblarni o'rachaga joylab qo'yayotganini ko'rdim. Bolaligimda borib kitoblarni yerda saqlamasa aynib qolarkanda deb o'ylabman. Ba'zan uyimizga mahalladagi erkaklar kirib, "Qori aka, biror narsa o'qib bering" deyishardi. Otam kigiz ostidan kitoblarni olib o'qir va yana joylab qo'yardi. Keyin bilsam, u paytlarda nafaqat diniy, balki Cho'lpon, Qodiriy kabi ijodkorlarning ham asarlarini o'qish taqiqlangan ekan. Bir kuni ko'chada o'ynayotgan bir odam oldiga chaqirib, aldab, "Qorining o'g'li, uyinglarda kitob bormi? Otang ularni qayerda saqlaydi?" dedi. Otam qamalishidan qo'rqib, "Kitobimiz yo'q, otam hech nima o'qimaydi" dedim. Buni otamga aytganimda juda qo'rqib ketgandi, deydi Erkin Komilov. Erkin Komilovning oilasida san'atkorlari yo'q, ammo u onasining teatrga olib borganidan keyin san'atga mehr qo'yganini so'zlab berdi. Onam bir oyda bir yuradigan mashinaga o'tkazib, O'sh shahriga olib borgan. Tomoshagoh, qilich taqqan odamlar, qo'shiqlar, xullas avvalgi bu qanday tomosha ekanligini tushunmaganman. Keyin onam bu teatr ekanligi va Tohir va Zuhra spektakli namoyish etilayotganini aytgan. Qayta takrorlab teatr so'zini yod olganman. Shundan keyin onamdan teatrga yana olib borishini so'raganman. Onam "Qori, o'g'lingiz yana teatrga boraman deyapti" deganida "olib boring" degan javobni olgan. Uzoq
kutilgan farzand bo'lganim uchun ota-onam rayimga qarashardi. Mashina oyda bir yurgani uchun onam ikkimiz piyoda 5 kilometr yo'lni bosib tomosha ko'rib qaytardik, deydi Erkin Komilov. Qahramonimiz maktabni tamomlab Toshkentga kelishini va san'at oliygohiga hujjat topshirishni niyat qiladi, ammo bu haqida otasiga indamaydi. Sodda insonlar esa uni institutni bitirib konserva zavodida ishga kiradi deb o'ylashadi. 1963-yil Toshkentga kelganman. O'sha yili institutga hujjat topshirgan bo'lajak aktyorlarni ko'rib tarvuzim qo'ltig'imdan tushgan, chunki ular nihoyatda iste'dodli va chiroyli edi. Gulchehra Jamilova bilan kursdosh bo'lganmiz. Ularning chiroyi va iste'dodi oldida men yo'qdek edim, ammo omad kulib boqdi va talaba bo'ldim. Ammo bu haqida otam bilmasdi. Qaysi institutga kirganimni so'raganida onam konserva dedi. Uni bitirib Andijondagi zavodga ishga kirarkan degan, deydi Erkin Komilov. Erkin Komilov 3-kursdan boshlab kichik rollari bilan ekranda ko'rinish bera boshlaydi. O'g'lining san'atkor bo'lganidan bexabar, ota esa tanish bilishlar bu haqida gullab qo'yishdi. Otam o'sha kuniyoq Toshkentga kelgan. O'sha yili teatrda ishlaganim uchun bir xonali uy berishgan edi. Onamni o'sha uyga olib borganman. Meni teatrga olib borsan, ko'raychi, artistlar qanday bo'larkan degan. Keyin bilsam, u meni o'zi bilan Andijonga olib ketishni reja qilgan ekan. Ertasi kunga teatrga olib bordim. Majlis bo'lgani uchun orqa qatorga o'tkazdim. Majlisda Shukur Burxonov, Sora Eshonto'rayeva, Zaynab Saddiyeva, Olim Xo'jayev kabi aktyorlar so'zga chiqib gapirishgan. Majlisdan keyin otamning oldiga kelgan artistlar aqlli, durust insonlar bo'lar ekan degan. Mana shundan keyin Toshkentda qolib ijod qilishimga qarshilik qilmagan, deydi Erkin Komilov. Teatrda ishlab yurgan Erkin Komilovga 3 yillik armiyaga borish uchun yo'llanma kelgan. U sochlarini oldirib ketishga tayyorgarlik ko'rayotganda Shukur Burxonov rahbarlarga aytib uni armiyadan olib qolgan. "Iya, sen armiyaga ketsang spektakllar nima bo'ladi? 3 yil ijodsiz yashaysanmi?" deb meni oldiga solib rahbarlarning qabuliga kirgan. U paytda harbiy xizmatga bormaslikka jinoyat deb qaralardi. Shukur Burxonov rahbarlarga vaziyatni tushuntirib, harbiy xizmatdan ozod qilgan. O'ylab qarasam, hozir men bunday qilolmayman, balki qo'limdan kelar, ammo vaqt topmasligim mumkin, deydi Erkin Komilov. Aktyor tahoratsiz sahnaga chiqmagani va Mirzo Ulug'bek rolini ijro etishdan avval u insonning qabrini ziyorat qilgani haqida so'zlab berdi. "Gunohlarim ko'p, buni juda yaxshi bilaman. San'at haqida ham turli qarashlar bor, ammo mening fikrimcha sahna poklikni yaxshi ko'radi. Shu kungacha biror marta tahorat olmay sahnaga chiqqan inson emasman. Hatto Samarqand teatrida sahnalashtirilgan Mirzo Ulug'bek rolini ijro etishdan avval juda tushkun ahvolga tushib qolganman. Shunda Mirzo Ulug'bek maqbarasiga borib ziyorat qilganman. Rozilik olganmandan keyin rolga kirishim ham oson kechgan, deydi Erkin Komilov. Erkin Komilov shaxsiy hayotida ko'plab sinovlarni boshdan kechirgan. Xususan, ayollari vafot etgan 5 farzand bilan yolg'iz qolgan. Fatima va Zuhra qizlarimning onasi yurak xuruji bilan 24 yoshida vafot etgan. Bolalar mendan qolib ketdi. U kunlar o'tdi. Keyin ustozim Shukur Burxonovning yordami bilan bolalar teatriga ishlaydigan Mo'tabar ismli bir qizga uylandim. Alloh farzandlar berdi. 44 yoshida u ham vafot etdi. 5 qizimni o'zim uzatdim. O'g'limni to'y qildim. Undan keyin baribir erkak kishi uylanmasa bo'lmas ekan. Uy ishlari, o'zim ko'chada yursam, ovqat, dazmol qilish degandek, ayol kishi erkakning orqasida qolgani yaxshi ekan. O'zimdan o'tganini o'zim bilaman. Mana
Hozir hech narsani ko'rmagandek bo'lib ketdim. Hozirgi ayolim Mahbubaning bahosi yo'q. Menga qaraydi, shifokorim ham, oshpazim ham Mahbuba, deydi Erkin Komilov. Erkin Komilov 61 yoshida yana bir bor otalik baxtiga musharraf bo'lgan. U Supraqoqdi o'g'liga Olovuddin deb ism qo'ygan. Erkin Komilov faoliyati davomida kino va teatrda barcha yo'nalishdagi rollarni ijro etdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ammo aktyor rollaridan qoniqmaydi va hamon orzusidagi rolni kutib yashamoqda. Ko'p rollarni ijro etdim, ammo orzuyimdagi sof, samimiy o'zbek timsolini yarata olganim yo'q. Bunday rolni kutib yashayapman, deydi Erkin Komilov xabarlarda. Bizni kuzatishda davom eting. Xabarlarimiz keng tarqalishi uchun obuna bo'lib, layk bosib qo'yishni unutmang.